Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Gift to Cash kanali. Bugungi videomizda biz sizlar bilan Telegramda qush boqib, ham sarmoyali, ham sarmoyasiz pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Demak, sizlarga videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rishingizni tavsiya etaman. Sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshlaymiz. Mana bizning bugungi video obzorimizda Birds Imperiya deb nomlangan Telegram bot. Bu botdan biz qushlar boqib pul ishlashimiz mumkin. Demak, bu botga 26-sentyabrda start berilgan va haligacha bot ishlab to'lab kelyapti. Demak, botga kirib start tugmasini bossak bizga xuddi shunaqa SMS jo'natadi. Pastdan biz mini appga start berishimiz kerak. Buning uchun play game tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Keyin agar sizlar bunda yangi bo'lsanglar, birinchi bo'lib sizlar yangi kirganingiz uchun mingta zolota sizlarning balansingizga bonus tariqasida beradi. Buni olib sizlar eng arzon qushi, ya'ni sariq qushni sotib olishinglar mumkin. Keyin sizlarga to'liq qo'llanmalarni bot o'zi ketma-ket tushuntirib beradi. Ya'ni xuddi boshqa qush boqib pul ishlab bo'ladigan saytlarga o'xshaydi, lekin hali bunda cash point bormi yo'qmi aniqlamadik. Lekin internetlarda cash point yo'q deb aytishyapti. Demak, pastda ko'rib turganingizda 5 ta bo'lim bor. Birinchi bo'limi Petits bo'limi. Bu bo'lim orqali biz o'zimizning qushlarimiz haqida ma'lumot olsak bo'ladi va eng pastda ko'rib turganingizda bu qushlar bizga har soatda tuxumlar berib boradi. Keyin buni biz sklad bo'limiga o'tkazib, ham qizil moneta, ham serebri monetaga pullarimizni obmen qilib olsak bo'ladi. Ya'ni sariq monetani biz sirazi yechib olsak bo'ladi, serebrini monetaga biz qushlar sotib olishimiz mumkin. Pastda ko'rsatib qo'ygan, hozir menda 275 ta tuxum bor. Buni sizlarga qanaqa qilib sotish, qanaqa qilib obmen qilishlarini ham video davomida ko'rsatib beraman. Demak, petitsiya bo'limiga o'tib sariq qushni olganimizdan keyin sklad bo'limiga o'tamiz. Bu yerda ko'rib turganingizda уже bizning skladimiz bor va ichida tuxumlar turibdi. Agar sizlarga bu sklad yetmayotgan bo'lsa, o'ng tarafga o'tkazib ko'rib turganingizda kattaroq sig'imga ega skladlarni ham sotib olishinglar mumkin. Buni narxi botda ichki valyutasida ko'rsatilgan, ya'ni monetada ko'rsatilgan. Hozir bizda eng arzoni bor. Product tugmasini bosib, biz product qilishimiz mumkin. Ko'rib turganingizda 100 ta tuxum bitta coins ekan. Shunda biz 275 ta sotsak, bittasi для покупка, bittasi для вывода balansimizga o'tadi. Ya'ni serebro va zolota deb qo'ygan. Обменять tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Ko'rib turganingizda bizning balansimizga 1 va 2 monetadan o'tdi. Va bizda hozir 0 ta tuxum qoldi. Petitsiyalar bizga har soatda tuxum berib boradi. Bu yerda следующие яйца через 76 sekund deb qo'ygan. Har sekundida ham bu yerda ko'rib borishinglar mumkin qancha berib borayotganini. Eng birinchi bo'limi bizda magazin bo'limi. Bu bo'lim orqali biz ko'rib turganingizda qushlar haqida ma'lumot olsak bo'ladi. Ya'ni mana bu baby qushi minta silver, ya'ni minta serebro turadi. Bu har soatda bizga 42 ta tuxum ishlab berib turadi. Green 5000 silver turar ekan, har soatda 221 ta tuxum bizga ishlab berib turadi. Xuddi shu tariqa biz bu qushlar haqida ma'lumot olishimiz mumkin. Eng qimmati 625 mingta serebro ekan va bu bizga почти 32 mingta tuxum har soatda avtomatik tarzda ishlab beradi. Pastda keyingisi zadaniya bo'limi. Bu bo'lim orqali biz zadaniyalar bajarib, yana qo'shimcha serebrolar ishlashimiz mumkin. Ya'ni har xil kanallarga obuna bo'lib qo'yish, bu yerda topshiriqlarni bajarish, bu yerda mana другие boshqa zadaniyalarni bajarib, biz yana qo'shimcha serebrolar o'zimizning balansimizga olsak bo'ladi. Ko'rib turganingizda proyekt absolyutno oson. Bemalol sarmoyasiz kirib qush boqib pul ishlashinglar mumkin. Ya'ni biz har soatda kirib yoki har kuni bir marta kirib tuxumlarimizni serebroga almashtirib, qushlarimizni ko'paytirib borib pul ishlashimiz mumkin. Agar pul ishlashinglarni sizlar tezlashtirmoqchi bo'lsanglar, xohlasanglar qushlarni sarmoya kiritib sotsangiz bo'ladi. Buning uchun magazin bo'limiga o'tib, bu yerda kupit большое серебро tugmasi turibdi, ya'ni ko'k tugma. Shuni ustiga bir marta bosib biz pul kiritishimiz mumkin. Ya'ni faqat birinchi kiritgan depozitimiz uchun 20% bonus beradi. Bu yerda ko'rib turganingizda har $10 sarmoya kiritsak, bizga ruletka bo'limiga bitta free spin beradi. Ruletka bo'limini ham sizlarga hozir video davomida ko'rsatib o'taman. Misol uchun bu yoqqa $3 yozib qo'ygan, pay tugmasini bossak, biz har xil kriptovalyuta va payer orqali sarmoya kiritishimiz mumkin. Ko'rib turganingizda hozirda Bitcoin, Pol, Bitcoin Hash, Avax, USDT, Tron har xili bor. Bemalol ko'rib chiqishinglar mumkin. Payer ham hali qo'shilmabdi, faqat kriptovalyuta orqali biz bu botga sarmoya kiritishimiz mumkin ekan. Demak, agar sarmoya kiritishni xohlamaysanglar, bemalol sarmoyasiz ham sizlar bu botdan pul ishlashinglar mumkin. Faqat sal ko'proq vaqtingiz ketib qolishi mumkin. Endi eng oxirdagi menyu bo'limiga o'tamiz. Bu bo'limni ochsak, ko'rib turganingizda skora igra turibdi. Ya'ni bot hali to'liq ishga tushmagan, tez orada igri bo'limi ham ochiladi. Referalniy sistema bo'limi ham bor. Bemalol kirib tanishib chiqishinglar mumkin. Ruletka bo'limi orqali biz spin aylantirib serebro yoki qushlarni yutib olishimiz mumkin. Ya'ni boya ko'rsatib o'tdim, agar minimum $10 sarmoya kiritsanglar, sizlar bu botdan bitta free spin olishinglar
olishinglar mumkin. Bu orqali mana shunaqa qushlarni yoki serebrolarni yutib olishinglar mumkin. Krutit tugmasini ustiga bir marta bosib. Va bizda keyingisi vivod bo'limi. Bu bo'lim orqali biz ko'rib turganinglardek Litecoin, BNB, Tron va Tonga biz pullarni yetsak bo'ladi. Minimalkalari вообще arzon. Hozir meni balansimda ikkita zolota bor. Bemalol mana minimum 1 zolotadan boshlab Tonga va BNB ga pullarni yetsak bo'ladi. Misol uchun Tron ustiga bir marta bosamiz, bu yerda polniy valyutalarni ko'rib borishinglar mumkin. Pul yetish qanaqa bo'ladi? Birinchi qatorga Tron adresinglarni yozib qoldirasizlar, ikkinchi qatordan botning ichki valyutasidagi summani yozsanglar, pastda qancha bo'lishini o'zi ko'rsatib beradi. Komissiyasi Tronda ko'rib turganinglardek 0 qilib qo'ygan. Ya'ni hech qanaqa komissiyalarsiz biz bu botdan pullarni yetsak bo'ladi. Ya'ni bu botda 10 mingta moneta 1 dollarga teng degani hozir ko'rsatib o'taman. Ya'ni bu yerda 3100 ta monetani yozsak, ya'ni 3100 ta moneta bitta Tron bo'ladi. Ya'ni hozirda bitta Tronning narxi 30 sent shunda. 3 ta Tronning narxi bizda 1 dollar bo'ladi. Ya'ni 10 ming qilsak bu yerda 3 Tron bo'ladi. Ko'rib turganinglardek 1 dollardan sal oshar ekan bu saytda 10 ming zolotasini kursi. Xuddi shu tariqa kursni ham ko'rib olishinglar mumkin. Hozir yana biz tonga o'tamiz. Tonda ham xuddi shunaqa. Agar biz 21 mingta zolota yechib o'tsak, bu 1 ton narxi bo'ladi. Hozirda 1 tonning narxi 2 dollar 10 sent, 2 dollar 20 sent atrofida ketyapti. Xuddi shu tariqa biz bu botdan pullarni yechishimiz mumkin. Buni ham xuddi shunaqa birinchi qatorga ton adresimizni yozamiz, ikkinchi qatorga memo tag bo'lsa yozinglar. Agar bo'lmasa shart emas. Agar ton keeperga yechayotgan bo'lsanglar, memo tag yozishinglar shart emas. Xuddi shu tariqa biz osongina pullar ishlashimiz mumkin. Xohlasanglar mana menyu bo'limidan oxirgisi obmennik bo'limi. Bu bo'limdan biz zolotadagi pullarimizni serebroga obmen qilishimiz mumkin. Buning uchun 5% lik bonus olsak bo'ladi. Misol uchun 100 zolota obmen qilsak, bizning serebro balansimizga 105 bo'lib o'tadi. Xuddi shu tariqa biz osongina bu botdan pul ishlasak bo'ladi. Aytib o'tgandek, o'zi sarmoyasiz ishlash uchun chiqarilgan bu bot. Xohlasanglar o'zingizlarni pribilllarni tezlashtirmoqchi bo'lsanglar, sarmoya kiritib ham bemalol pullar ishlashinglar mumkin. Demak, bu botning silkasi bizning Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalimizga qanaqa qilib o'tish kerakligini skrinshotlarini ekranga chiqarib qo'yaman. Bemalol Telegram kanalga o'tib, bu bot silkasini olib, ya'ni original silkasini bemalol sizlar ham pul ishlashni boshlashinglar mumkin. Agar aytib o'taman, sizlarga bunaqa loyiha, proyektlar, ya'ni sarmoyasiz ishonchli loyihalar kerak bo'lsa, bizning YouTube va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bunaqa loyihalarni tez va ko'p video obzor qilib chiqarib turamiz. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlavorasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.